Avvalo tayammumni olayotgan paytda niyat qilinadi. Ya'ni niyat qildim namoz o'qimoqlik uchun tayammum qilmoqlikni degan ma'noda. So'ngra esa toza tuproq qasd qilinadi. Toza tuproq deganda albatta tayammum qilish uchun tuproq bo'lishi shart emas, balki yer jinsidan bo'lgan har qanday narsaga tayammum qilsa bo'laveradi. Masalan, mana shu joynamoz bo'lsin yoki biror bir yostiq, ko'rpacha bo'lishi mumkin yoki mana shu o'zimizning libosimiz ham tayammum qilishga durust bo'laveradi. Chunki mana shu o'rinlarda bilan bizning ko'zimizga ko'rinmasa-da yer jinsidan bo'lgan chang bor. Shu changni o'zi kifoya qiladi. Demak, niyat qilib toza tuproqni qasd qilganimizdan so'ngra mana shu aytaylik, mana jo'namozga bir uramiz va kaftlarimizni, barmoqlarimizni ochib turamizki, bundan ko'tarilgan chang shu kaftlarimizga joylashsin. Joylashib bo'ladi. Agar mabodo haqiqiy tuproqqa zarb qiladigan bo'lsak, tuproqqa qo'limizda tuproq chiqib qolgan, buni yuzimizga surtadigan bo'lsak, yuzimizda har xil izlar paydo bo'ladi. Shuning uchun tuproqqa uriladigan bo'lsa, qo'limda qoqiladi. 3 marta qoqvariladi, biroz changi tushadi, keyin qolgan chang bilan mana shu tayammumda mana shunday yuzni yuvilishi kerak bo'lgan joylari hammasiga surtiladi. To'liq surtilib tayammum olinadi. Keyin yana bitta zarba uriladi. Yana bir zarba urilgandan keyin yana ko'tarib turiladi. Qo'lga chang joylashganidan keyin o'ng mana qo'limizni ko'rsatkich barmoq bilan bosh barmoqni orqa tarafga qayramizda 3 ta barmog'imizni oldi tarafga biroz ko'taramiz. Va bunisini ham xuddi shunday holatda qilib turib, mana shu 3 ta barmoqni orqasiga bu 3 ta barmoqni ichki tarafini qo'yamiz. So'ngra mana shu holatda to tirsakkacha boradi. Tirsakkacha keladi. Tirsakdan o'tkazganimizdan keyin bu o'ng qo'limizni qayiramiz bundoq bu tarafga. Endi ishlamasdan kelgan bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmoqni ishlatib oxirigacha olib boramiz. Xuddi shunday endi chap qo'lni o'sha 3 ta barmog'ini orqasiga o'ng qo'lni hali bu kaftimiz ishlamagan orqasiga qo'yib turib, ana shunday holda tirsakni yuqorisigacha olib boramiz. So'ngra qo'limizni qayirib turib, ishlamagan bosh barmog'imiz bilan ko'rsatkich barmoqni endi ishlatib orqaga qaytarib kelamizda, shu bilan yakunlanadi. Mana shu tayammumning ko'rinishi o'ta oson, qulay ko'rinish, lekin ba'zi birlarimiz bilmaganligimiz uchun tayammumda ortiqcha harakatlar qilib urib olib turib, bundoq surtib yuboradigan bo'lsak, qo'limizni ham yo'q ishlab bo'ldi. Hammasi ishlab ketdi buni. Buni qaytadan bu yog'iga ishlatib bo'lmaydi. Shunda yana urib olib turib, yana boshqadan surtiladi, urib turib yana surtiladi. Bu hammasi tarki sunnat, ya'ni bid'at bo'lib ketib qoladi. Bu mumkin emas. Shuning uchun qanday kayfiyatda ishlatilishini yaxshi bilib olib turib, ana o'shanda ishlatsak, aynan shariatga muvofiq bo'ladi.